Metan haqida xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, Qoraqalpog'istonda havo haroratining pasayishi sababli metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritildi. Bu haqida 25 fevral kuni Hudud gaz Qoraqalpog'iston gaz ta'minoti filiali ma'lum qildi. Qayd etilishicha, havo haroratining keskin pasayishi magistral gaz tarmoqlarida gaz bosimi tushib ketishiga sabab bo'lgan. Birinchi navbatda shaxsiy xo'jaliklar va ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni barqaror gaz bilan ta'minlash asosiy vazifa hisoblanadi. Qo'shimcha ma'lumotlarga ko'ra, ushbu choralar faqat sovuq kunlarda aholiga barqaror gaz ta'minotini kafolatlash maqsadida amalga oshiriladi va vaziyat barqarorlashgach cheklovlar bekor qilinadi va holat 3-4 kun ichida ijobiy hal etiladi, deyiladi markaz xabarida.